Yo'q, bu prank emas. Bu shunchaki sinishi juda ham qiyin bo'lgan smartfon. Honor X9 da. Lekin qanaqasi telefon bunchalik mustahkam chiqqan? Hozir ko'ramiz. Bu Honorning Xitoydagi zavodi. 135 ming kvadrat territoriyali Xitoydagi eng aqlli zavodlardan biri bilan hozir tanishamiz. Xitoydan kelayotgan apparatni biz o'ylashimiz mumkin, qanaqadir podvalda bir nechta odam ustada o'tirib olib yasashyapti deb. Lekin aslida ko'rayotganinglardek super texnologik zavodda chiqyapti bu narsa. Har bitta millimetri, har bitta milligrammi avtomatlashtirilgan holda yasaladi, tekshiriladi va xaridorga yetkaziladi. Lekin sizni qo'lingizga borishdan oldin telefon maxsus laboratoriyaga jo'natiladi. Odatda biz umuman e'tibor bermaydigan funksiyalar ham bu yerda maxsus tekshiruvdan o'tkaziladi. Masalan, bu apparatning vazifasi telefondan chiqadigan magnit to'lqinlarni inson badaniga ta'sirini o'lchash. Bu xonada esa telefonga yetib kelayotgan 5G signalni sifati tekshiriladi. Bu mexanizmning vazifasi esa telefonni zarbalarga bardosh bera olishi. Telefon hali ham yepengidek holatda. Yomg'ir yog'adimi, uragan bo'ladimi? Har qanaqa sharoitga lekin chidayapti, gap yo'q. Bu esa Honorning Shenzhendagi Alfa do'koni. Bu yerdagi barcha sotilayotgan texnologiyalarga Honorning shaxsiy Yoyo nomli sun'iy intellekti o'rnatilgan. Aslida bu showroom AI texnologiyalar bilan tanishish maqsadida ochilgan ekan. Smartfon, planshet, notebook, soat, hamma texnologiyalar bu yerda sun'iy intellekt bilan birga keladi va ular bir ekosistemadek ishlaydi. Yetgancha Magic Series O'zbekistonda 26-yilda taqdim qilinishi mumkin ekan. Videomiz esa nihoyasiga yetdi. Taassurotingizni kommentariyada yozing.